Demak, bu yerda biz kerakli hujjatlarni upload qilishni kursida gapirib o'tdik. Yana bir bor qisqa qilib aytib o'tmoqchiman. Bu yerda PDF qilib o'zingiz joylasangiz bo'ladi. Agar yo'q, o'zim PDF qilib joylaman desangiz, maktab tomonidan jo'natilishi ham mumkin. Submit directly from the institution of application deadline deydigan narsa bor. O'sha orqali qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bunisi tavsiya qilaman. Tavsiya qilganingizdan keyin bu yerdagi birinchisiga originalini, ya'niki o'sha tabelingizni oxirgi 3 yillikni skaner qildirasiz, rangli skaner. Ko'chadagi printerchilarda, kserokopiya markazlari skaner qilinishingiz kerak. U o'zingiz telefonda olib turib, qanaqadir ilovalar orqali o'zgartirmasangiz yaxshiroq. Tiniq chiqmaydi unchalik. Shunga 10 ming so'm ketishi mumkin. Borib turib skaner qildirib oling. Keyin Telegram'imizga tashlab berishsa, o'shani ishlatsangiz bo'ladi PDF holatda. Tarjima markaziga bergan bo'lasiz, tarjima markazida u alohida tarjimasini qilib berishadi. O'sha tarjima markazida bergan tarjimasini ham skaner qilib turib, tayyor PDF holatiga olib kelib oling, buni ham upload qilib joylashib bu yerga. Bunisi kerak emas. Evaluation method. Va keyingisida shahodatnoma. Agar siz maktabni уже bitirgan bo'lsangiz, shahodatnomani berasiz. Agar siz hali maktab bitirmagan bo'lsangiz, expert graduation degan dokument bor. Buni mana bu saytda bor. Men ham buni o'zimizni veb-saytga joylab qo'yaman. Bemalol uni skachat qilib, o'shani ichini to'ldirib chiqishingiz mumkin. Ichini to'ldirib, imzo qo'yib, pechat qo'ydirib olasiz. Ve ularni ham PDF holatda joylaysiz. Joylaganingizdan keyin continue bosasiz. Continue bosganimizda bu yerda language requirements bo'lyapti. Ingliz tili bo'lsa, ingliz tili, yapon tili bo'lsa, yapon tili ko'rsatishingiz kerak. I will submit an official language proficiency certificate testni belgilaysiz. Keyin undan qaysi birligini tanlaysiz. Ko'pchilikda IELTS bo'ladi, IELTSni tanlasangiz bo'ladi. Continue. Endi test scoringizni bu yerda belgilashingiz kerak bo'ladi. Test scoringizda add test classda bu yerda tanlaysiz keyin. Tanlayotganingizda IELTS misol uchun IELTS tanlab turib test date bilan tavakkalni kirityapman. Kiritdim. 26 qayda. Oral band score 9.0 deb turibman. Bunisiga 8.0 9.0 9.0 9.0 qilib turib tavakkal qilib yozsam, kiritdim. Bo'ldi. Agar sizda yana qo'shimcha bo'lsa, yana boshqa bo'lsa, yana qo'shitishingiz mumkin. Bu yerda ko'ryapsiz. Juda ko'p turlar bor. EJU bor, JLPT bor, boshqa narsalar bor, ACT bor. Ularni hammasini kiritsangiz bo'ladi bu yerda bemalol. ACT yangiz bo'lsa, ACT ham kiritsangiz bo'ladi bemalol. Отказ qildim. Davom ettiryapman endi. Endi IELTS kiritganim uchun IELTSni TRF degan raqami bor. TRF number. IELTS sertifikatingizni qarasangiz, test report form degan uzun qilib raqam yozib qo'ygan. O'shani kiritasiz bu yerga. Keyin bu yerga o'sha IELTS'ni kopiyasini, PDFni upload qilib qo'yasiz bu yerga. Mana shu joyga PDF qilib joylashga. Joylaganingizdan keyin boshqa yana sertifikat bor. Agar sizda SAT bo'lsa, borib turib SAT tanlab turib keyin qo'ysangiz bo'ladi. Buni gaydda ham yozib qo'yilganda, SATni olgan bo'lsangiz, College Boardga registratsiya qilib turib, ichkarida testimni natijasini universitet topshirish degan joy bor. O'sha orqali APga jo'natkizishingiz kerak. Jo'natgandan keyin jo'natganiz haqida, zakazingiz haqida qog'ozcha berishadi. O'sha qog'ozchani PDF holatga olib turib, uni bu yerga kirishingiz kerak bo'ladi o'sha yerda. O'sha yerga yetib bo'lish kerak. Keyingisini o'taman. Keyingi o'tim bu yerda extracurricular activities bo'lyapti. Extracurricular activitiesga nima qilgan bo'lsangiz, o'shani kiritsangiz bo'ladi. Misol uchun student council participation, volunteer community exchange activities, art, culture, academic, sports, expect competitions degan narsalar bo'lyapti. Ular bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Bemalol bularga ma'lumotlarni kiritasiz. Qanaqa bo'ldi, sizning pozitioningiz, rolingiz, iloji bo'lishi detalni yozganingiz yaxshi. 100 ta karakterga yozib beradimi, 100 tacha yaqin yozishingiz kerak. Tushunish uchun u ko'rayotganda. Keyin isbotini mana bu yerga joylaysiz. Albatta bu yerda extracurricular activitiesda maqtovlar, faxriylik, medal, sertifikat degan narsalar berilgan bo'lsa, u narsalar o'zbek tilida yoki rus tilida bo'lishi mumkin. Agar u ingliz tili qismi bo'lmasa, tarjima qildirib turib, tarjimasini bilan birga joylashingiz kerak bo'ladi. Keyingidan xuddi shunaqa ketyapti. Qayerda nima qilgansiz, boshqa narsa, uni kiritasiz. U yerga bu yerdan kiritdingiz, agar undan ko'p bo'lsa sizda bu yerda other extracurricular activitiesga kiritsangiz bo'ladi.
sizga adni yo'qlasiz, activity nomini, qachon participate qildingiz va bu yoqda description. 200 ta karaktergacha beryapti, joy kiritib qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. Bu yerda isbot bo'lsa, bu isbotni joylab qo'yaverasiz keyin bu yoqqa. Keyingisiga o'taman. Keyingisida yotoqxona haqida gap ketiladi. Yotoqxona narxlari ozgina AP House 5 qimmatroq, AP House 1-2 arzonroq. Shunga sizga AP House 5 1-2 ni tavsiya qilardim. Unchalik katta farqi yo'q, agar xohlasangiz AP House 5 tanlasangiz bo'ladi. APU da yotoqxonasi AP House deb ataladi. APU, AP House. AP House 1-2 eskiroq. 2000-yilda ochilgan. API 5 esa 2025 yoki 2024-yillarda ochilgan, juda yangi. Xohlaganingizni tanlasangiz bo'laveradi bemalol. Men bu yerda 1-2 ni tanlab qo'yaman. Endi bu yerda essaylarni yozish kerak. Essaylarni hammasida savollar почти bir xil. APM bo'lsa APM, APS bo'lsa APS, ST bo'lsa ST. Shunga qarab turib, nima deysan degan bor. Maksimum 200 ta so'z, minimum 60 ta so'z. Oldinroq tayyorlab turib, keyin bu yerga joylab qo'ysangiz bo'laveradi. Keyingiz ham xuddi shunaqa bir xil narsa, ma'lumotlardan bittasini, mavzulardan bittasini tanlab turib, o'sha haqida gapirib berganiga. Keyingisi hayotda qiynalganmisiz? Nima bo'lgan degan narsa so'rang. Oxirgisida outside the school'da nima qilganmisiz o'sha haqida gapirib bering degan narsa bo'lyapti. Bu ham o'sha bir xil narsa ketyapti. Hammasi bir xil. Prosta agar siz APS bo'lsangiz, bu yerga APS Gausslanib yoz deydi. APM bo'lsa APM, Sustainability and Tourism bo'lsa o'shanga moslab turib yoz deydi. O'shanga moslab turib yozasiz. Bu yerda главныйsi mana bu ikkitasini yaxshilab o'qib chiqish kerak bo'ladi. Letter of recommendation. Letter of recommendation iloji boricha ikkita kishini olsangiz yaxshi. Bittasi maktab direktorisi bo'lishi mumkin, ikkinchisi misol uchun matematika o'qituvchingiz yoki huquqshunos fanligi o'qituvchisi yoki ingliz tili fani o'qituvchisi, shunaqalardan bo'lsa bo'ladi. Add new bosasiz, keyin prefix kiritasiz. Mr bo'lsa Mr, first name, last name kiritasiz, organization, maktab nomini, to'liq maktab yozasiz, position, English instructor kiritsangiz bo'ladi yoki school counselor desangiz bo'ladi. Bemalol o'shani ma'lumot kimligini yozasiz. Relationship school teacher deb kiritsangiz bo'laveradi bemalol. Keyingisi ularning telefon raqamlari, email adreslari. Bu ma'lumotlarni o'z-o'zidan oldindan so'rab olishingiz kerak. To'liq ism familiyalari, organization, position, telefon raqamlari va email adreslari. O'shani yozgandan keyin send to recommender degan bor, knopka bor. O'shani bossangiz o'sha ketadi ularga. Keyingisida bu yerda namuna qilib bitta ko'rsatib ko'raman. Tavakkala, Mr. yana o'zim ismini yozaman-da. Hasan, Islom, organization, Kasansay District General School number 1. Kiritdimi? Position, let's say school counselor. O'zi. Keyin high school teacher deb bo'lsa bo'ladi. Telefon raqamiga tavakkal qilib yozaman. Plus 908 50 115 8938. Email adresiga uzb@maida.jpn.com qilib turib kiritib qo'yay. Tavakkala. Keyin send desam, ketdi. Narsa bu yerga ketiladi. Ketgandan keyin u kishi qabul qilib olganini va yozayotganini degan narsani bu yerda ko'rsa bo'ladi. Send to recommender bo'lyapti. Agar statusi yangilansa, yangilik bo'ladi. Ya'niki submit qilinsa submitted degan narsa bo'ladi. Bemalol chiqadi bu yerda. Agar reminder jo'natsangiz bo'ladi. Agar jo'natgansiz, lekin javob berish qiyin bo'layotgan bo'lsa, send reminder degan qilsangiz bo'ladi. Ikkitacha tavsiya qilamiz bu yerda. Previous entry to Japan bo'lyapti. Oldin kirganmisiz? Hadis, yo'q, kirgansiz. Have you applied for COE degan narsa bor. Viza olishga Yaponiya migratsiyasiga topshirganmisiz degan narsa bor. Ha bo'lsa ha, yo'q bo'lsa yo'q.
Keyingisida have you submitted application for extension period? Agar bu narsa ham bo'lsa, ha yoki yo'q deb beraverasiz. Misol uchun, ha desangiz o'sha haqida chuqurroq ma'lumot so'raydi, o'shani kiritasiz. Juda ko'pchilik yo'q, u narsa hech narsa qilmagan. Keyingisi fotograf. 3 ga 4 rasm. Juda ko'pchilik ga 3 ga 4 rasm desak, nima deydi? Bilishmaydi. Fotosessiya xonalari bor O'zbekistonda, har xil joylarda. O'sha yerga borasiz, keyin sizni rasmingizni chiroqlab olishadi, yuzingizni, desam yelkagacha olishadi. Keyin kostyum shimda bo'lsangiz, o'shanga moslab turib chiroqlab qilib olishadi. Bu yerga qo'yiladi. Xuddi pasportga rasmga tushgandek qilib rasmga tushib, bir joylaysiz. Uni rasmga tushganingizdan keyin qog'ozingizni ham oling va o'sha data formatidagi holatni Telegramdan tashlatkizib oling. Keyin o'sha Telegramingizdan bunga joylab qo'ysangiz bo'laveradi. Pasportingizni ham o'sha kserokopiyachilarga borib turib, ksero qilib turib oling, rangli qilib turib, uni ham joylaysiz bu yerga PDF holatda. Agar sizda Yaponiyada viza, yashashga kartangiz bo'lsa, uni ham kiritasiz bu yerga, bo'lmasa yo'q. Davom etamiz. Signature degan signature'ga to'liq ism familiyangizni yozasiz. Misol uchun meniki bo'lsa, Islomov Hasanboy. Bu yerda ma'lumotlarni faqatgina siz qizil pasportingizda ma'lumotlarni kiritasiz. Menda qizil pasportimda mana shunday, lekin o'zbekskiy ID kartamda X bilan berilgan. O'shanda farqi bor. Confirm signature bo'lmadi deyapti. Islomov deb ko'rsatadi. Keyin application so'raydi. Buni o'zi unchalik muhim emas. Bu ularning o'zlarining marketing maqsadi uchun hech qanaqa applicationingizga ta'sir qilmaydi. Qayerdan bilgansan, palon piston pismadon, yaxshilab o'ylab javob bering. Bu yerda haqiqiy ma'lumotlarni yozsangiz yaxshi. Men tavakkal hozircha bosib qo'yapman, lekin siz bilib yozing. Bo'ldi. Men juda ko'p dokumentlar joylamaganman va bu qismida o'sha joylanmagan ma'lumotlar, qo'yilmagan ma'lumotlarni to'ldirib chiq deyapti. O'shani to'ldirib chiqishim kerak bo'ladi. Save for later, keyinroq to'ldiraman dedim. Qaytib kiray bunga. Qaytib kirib turib, siz ma'lumotlarni to'liq to'ldirib chiqsangiz, keyin bu yerda to'lov qilish kerak bo'ladi. Oxirgisi bu to'lov qilish. To'lov qilishda kredit karta orqali qilsangiz yaxshi deb tavsiya qilaman. Kredit karta O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun O'zbekistonda Visa karta bor, dollarlik. O'sha yerga orqali to'lov qilsangiz bo'ladi. 5,5 ming yen bo'lyapti. U degani 400 ming so'm atrofida, $35 atrofida bo'lishi mumkin. 35-40 dollar atrofida solib qo'ysangiz kartangizga o'sha orqali qilinsa bo'ladi. Mana bu yerga bosasiz. Bossangiz yangi sahifa chiqadi. Yangi sahifaga keyin burada o'sha kredit ma'lumot, kartaning ma'lumotlarini kiritasiz. Bu yerda Yaponiya emas, O'zbekistondir. O'zbekiston tanlaysiz. Qachon deganini bosib submit qilasiz, o'sha payment ketaveradi. Men bu yerda submit qilmayman. Shu bilan bo'ldi. Paymentingiz ham tugaydi, to'liq sizda application tugaydi. Endi bu qismda biz to'liq o'sha APU ni application sistemini to'ldirishni ko'rib chiqdik. Buni to'ldirib jo'natganingizdan keyin, to'lovlar bo'lib, hammasini jo'natganingizdan keyin sizda intervyu bo'lishi kerak. Intervyu yuzma-yuz bo'lmaydi. Intervyu bunga haqida alohida video olamiz. Video qilib ko'rsatamiz. U qismida siz maxsus o'zlarining sistemasi bor. Mana shu yerda ko'rsatiladi. O'sha kirib turib o'sha orqali записной video jo'natasiz. Ekraningizga savollar chiqadi, o'shani qarab turib javob berasiz. Orqada hech kim bo'lmaydi, odam bo'lmaydi. Moslab turib javob berasiz. Rahmat kattakon. Agar sizda qandaydir savollar bo'lsa yoki fikrlar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Barchasini ko'rib chiqamiz va barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon.